Assalomu alaykum hammaga. Dark trade nimaga? Xudo xohlasa bugun sizlar bilan yangi strategiya o'rganamiz. Bu strategiyamiz qanaqa? Ya'ni Fibo 1618, 2618 va 3618 bu oldin bepulga shunchaki darsda o'tilgan. Biz qaror qilganmiz shunga bepulga trading sohasiga qiziqadiganlarga trading o'rgatamiz deb. Undan tashqari 10 dollardan depozit qilib 8000 dollargacha stabil grafik bo'yicha olib chiqishni ham rejalashtirganmiz. Xudo xohlasa bu ham xudo xohlasa etap-etap ketyapti. Ya'ni 10 dollardan xudo xohlasa bugun grafik bo'yicha 8-kunida 8-kun bo'yicha 75 dollar yopishimiz kerak edi. Balansimiz 75 dollar bo'lishi kerak edi. Bizda hozir sal ko'proq 100 dollar ko'p yopib qo'yilgan bizda. Xo'p, bularni qo'yib turamiz, chetga surib turamiz. Biz o'rganadigan bugungi strategiya qanaqa? Shunchaki bepulga beriladigan oddiygina strategiya. Bu strategiya ko'rib chiqamiz. Strategiyam shunday iboratki, bizda grafik o'suvchi, bu yaponskiy sham deb olaylik. Yashil sham deb grafik o'suvchi bo'lyapti. Atak bizda keyin sekin razvorot bo'ldi. Razvorot bo'lganidan keyin buni qizil shamda bo'lsak, yo qizilga bo'yib qo'ymay, mayli turaversin. Biz buni hozir qizil shamda bo'ladigan bo'lsak, buni va buni shunday olib kelamizda, buni belgilab olamiz. Razvorotdan oldingi o'suvchi sham bu. Razvorotdan oldingi o'suvchi sham, uni tanasi bilan yorgan shamga, yaxshilab eshitinglar, tanasi bilan yorgan shamga biz Fibonacci tortamiz. Buni tanasidan minimumga Fibonacci tortamiz. Yaxshilab e'tibor beringlar, agar buni minimumi qancha uzun bo'lsa shami, nolimiz shu yergacha tortiladi. Lekin yaxshilab eshitamiz, buni ham nimasi bor deylik, soyasi bor, lekin yaxshilab eshitamiz, soyasidan tortilmaydi. Hech qanaqa soyasidan tortilmaydi. Bu xato. Buni tanasidan tortib olamiz. Bu 618 ni biz tanasidan tortib olamiz. Endi biz nimani kutamiz? Biz narx 1618 zonaga kelishini kutamiz. Narx agar 1618 zonaga kelsa, biz обратно bitta zona ochamiz. Mana shu yerdan bitta buy ochamiz. Birgacham buy ochamiz. Bo'ldi. Stop lossimiz qayerda deydigan bo'lsangiz, stop lossimiz 1618 va 2618 zonani 70% da bo'lishi kerak. 70% da shu yerda bo'lishi kerak stop lossimiz. To'g'ri, tek profitimiz kichik, lekin bu ko'pincha razvorotlarda, hamma razvorotlarda ishlab borish imkoniyatini beradigan strategiya. Shu yergacha bitta buy ishlab olamiz. Bo'ldi. Все. Strategiyamiz shundan iborat keladi. Bitta buy ishlab olamiz. Stop lossimiz 70% da. Narx keladi. Xudo xohlasa birla bo'ldi yopib olamiz. Agar narx 1618 zonani yorib o'tadigan bo'lsa, dalish yorib o'tib 2618 zonaga keladigan bo'lsa, biz mana bitta stop ekanmiz-ku, to'g'rimi? Stopini chiqarishimiz kerak. Bu yerda agar 001 ochilgan bo'lsa, 001 ochilgan bo'lsa, bu yerda 2618 da biz 002 ochamiz. 002. Va bu yerdan ham bitta zona ishlab olamiz, faqatgina bo'ldi. Bitta zona ishlab olamiz. Ya'ni 2618 zonadan 1618 zonagacha ham ishlab olamiz. Bo'ldi. Strategiyamiz oddiygina shundan iborat. Bo'ldi, shu. Oddiygina shundan iborat strategiya. Endi buni grafikda ko'ramiz hozir. Buni masalan grafikda ko'ramiz. Mana masalan bu yerda. Narx mana tushdi, chiqdi.
mana bu razvorotni yorgan tana bu. Buni belgilab olamiz. Razvorot jarayonidagi shamni belgilab olamiz. Va bitta Fibonacci tortamiz. E'tibor beringlar, tanasidan soyasigacha. Mana 70% da qo'yilgan. Narx chiqqan 70% gacha atak birini urib bergan. Buni qanchalik katta time frame da ishlatsanglar, stop losslaringiz ham shunga yarasha zararda, lekin take profitlaringiz ham shunga yarasha foydada bo'ladi. Masalan, buni H1 da ko'ramiz hozir. H1 da ko'ramiz. Tak, qaytamiz orqaroqqa. Qancha qaytsak, shuncha nima ko'rishimiz mumkin, misol ko'rishimiz mumkin. Qancha qaytish, shuncha misol ko'ramiz. Mana shu yerdan boshlaymiz unda. Narx chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, chiqdi, tushdi, yorgan oxirgi sham mana bu bo'ldi. Buni tanasi, e'tibor beringlar, buni shpilkasida qolib ketgan. O'shuning uchun biz keyingi nimadan olamiz. Soyasigacha ham tortamiz. Mana boyaga aytgan vaziyatim 1.618 yorilgan. 2.618 dan 0.02 bilan kiryapmiz. Bitta zona ishlab olyapmiz. Agar 0.1 dan 2 tossalaring, birinchi take profitni 1.618 zonaga, ikkinchi take profitni 1 ga qo'shinglar bo'ladi. Mana biz bu yerdan kiryapmiz 2.618 zonadan. 1 gacha take profit olingan. Stop lossimiz 70% da. Vot olingan. Vot yana qayerda ko'rsak bo'ladi. Yani qayerda? Masalan, men bu yerda ham razvorotda bo'lsak bo'ladi, masalan. Общий range'dagini yorib chiqqanini belgilaymiz. Tortdik. Tanadan soyaga. 1.618 yorilgan. Bir kiryapmiz, stop lossimizni oldi. 2.618 ga qaytib kelyapti. 2.618 dan yana kiryapmiz. 1 gacha ham kiryapmiz yana. 2.618 zonadan yana 1 gacha ham kirib olyapmiz. Yana 1 gacha ham kirib olyapmiz. Take profit. Xo'sh, yana qayerdan mana bu yerda bor. Общий yorgan tana bu desak, bundan 0 gacha ham Fibonacci tortiladi. Tortdik va 1.618 dan 1 zonagacha ham ishlab olamiz. Esinglarda qolsin, 1.618 zonadan 1 zonagacha ham ishlab olamiz. Vot ishlar. Oldik. Bitta take profit bor. Endi keyingi razvorotga qilamiz. Keyingi razvorotga bu общий bitta shpilka hammasini yorgan, buni tanasidan Fibonacci tortiladi. Fibonacci tortyapmiz va 1.618 dan biz terga ochyapmiz. Stop lossimiz 70% da. Take profitimiz 1 da. Take profit olinyapti. Xo'sh, keyin yana shu yerdan teskarisiga ham ishlaymiz. Общий kelgan bitta ikkita shpilkani yorgan sham bu bo'ladi. Bundan Fibonacci tortiladi. 0 gacha. Va yana biz 1.618 zonadan bay kiryapmiz. 1 gacha stop take profit. Stop lossimiz 70% da. Take profit olinyapti. Yana take profit. Qayerda razvorot bo'lsa ishlab ketaverasizlar. Qayerda razvorot bo'lsa ishlab ketaverasizlar. Time frame hech qanaqa ahamiyat bermaydi. Hech qanaqa xohlasanglar 5 minutlikda ham ishlatsanglar bo'ladi. Besh minutlikda ishlatib qayerda razvorot bo'lsa ishlatib ketaverasizlar. Masalan, oddiygina tana bilan yorgani bu deb bo'lsa, shunchaki tortamiz. 1.618 dan kiramiz, 1 gacha take profit bo'ldi. Chiqib ketamiz bozordan.
Yana qayerda? Bu yerda mana общий tana bilan yorgan bo'ldingiz. Tortamiz. 1.6.18 dan 1 gacha ishlaymiz, bo'lib chiqib ketamiz. Keyin bu yerda yana teskarisiga ishlaymiz. Yo'q, teskarisiga ishlaymiz ekan, chunki bu yerda bitta soya bor. Soyani esa tana bilan faqat bu yorgan va tushib ketgan. Tak, keyin bu yerda bor kelgan. Tak, bu yora olmagan, bu yorgan ekan, buni tortamiz. Tortdik mana. 1.6.18 dan kiryapmiz. 1 gacha ishlab olyapmiz. Keldi, tirs. Bo'ldi. Take profit bor. So'shi yana qayerda ko'ramiz? Bu yerda ham ko'raveramiz. Chiqdi, narxi yurdi. Bu tana bilan yorolmagan ekan, bu yorgan ekan tana bilan. Bu ham yorganmi? Yorgan ekan tana bilan, yorgan ekan. Kiramiz. Tortiladi. 1.6.18 dan kirdik. Birda tipi. Bo'lib chiqib ketamiz bozordan. Xo'sh, yana bizga nima kerak? Yana bitta razvorit kerak. Chiroyliroq razvoritdan kerak endi bizga. Mana bitta mana tushib keldi, narx chiqdi. Tushdi-yu, mana tana bilan urgan, menimcha tana bilan urgan. Fibonacci tortamiz. Tanadan eng soyagacha 1.6.18 ga keldi, 1 gacha ishlaymiz, bo'lib chiqib ketamiz. Keyin bu yerdan teskarisiga ham ishlab olamiz. Narx tushdi, bittada yorib chiqdi mana. Bu yerdagilarni yorib chiqdi. Tortamiz. 1.6.18 dan 1 gacha chiqib ketamiz, bo'ldi. Xullas, strategiyamiz shunaqa. Atak buni kulchovi joylari ham bor, kulchovi joylarini xohlaganlar bo'lsa yozamiz. Ishlayveramiz. Bu yerda ham tanadan tortdik. Tirs 1.6.18 dan stop lossimiz 70% da bir tepa ishlayapti. Ot teskarisiga ishlaymiz. Tanadan soyagacha 1.6.18, 1 gacha take profit bo'ldi. Strategiyamiz aniq mazmuni nimasi shu yerda.